Juda ham fayzli, yangi qurilgan hovlimizni bugun sizlarga video obzorini qilib beramiz. Uyimizda yaqinda qurilgan ekan, yaqinda uborkadan chiqqan, hammamizga nasib qilsa shunaqa yangi va fayzli uylarda yashash. Uyimizda Toshkent tumani Hasanboy mahallasida joylashgan, orientirimiz Hasanboy postdan bor yo'g'i 500 metr kirganda bo'lyapti. Uyimizda 3 sotiq, 5 ta xona, bitta hol va alohida oshxonadan iborat. Hozir sizlar bilan birgalikda uyimizni kiraverishidan boshlab planirovkasini ko'rib chiqamiz. Bu yerda kiraverish darvozaxonamizda joylashgan, 2-3 ta mashina bemalol hovlimizga sig'adi. Darvozaxonamizda ko'rib turganingizdek yopiq holatda. Hovlimizda binolarimiz 2 qismga ajratilgan. Uyimizga kirishimiz bilan o'ng tomonimizda binoyimiz va hovlimizning etek tomonida asosiy binoyimiz joylashgan. Asosiy binoyimizda 3 ta xona, kirishimiz bilan o'ng tomonimizda bo'lsa 2 ta xonamiz bor. Uyimizda gaz, svet, suv, kanalizatsiya, internet hamma kommunikatsiyalari bor. Hovlimizning bitta burchagida bo'lsa shunaqa chiroyli qilib zelenoy zona qilingan, binolarimiz pishgan g'ishtdan ko'tarilgan, uyimizning fasadi va devorlariga och rangdagi traversin ishlatilgan. Uyimiz kechqurun bo'lsa ham xuddi kunduz kunidek yop-yorug' bo'lib turibdi. Hozir sizlar bilan birgalikda binolarimizga birma-ketin kirib, xonalarini ham ko'rib chiqamiz. Asosiy binoyimizga kirishimiz bilan bu yerda hol joylashgan, oila davrasida televizor ko'rib dam oladigan divannoy zona qilib qo'ysanglar bo'ladi. O'zingizlarning xohishingizga qarab mana shu joyimizdan gipsokarton bilan devor tortib, bu joyimizni alohida bitta xona qilib ham foydalansanglar bo'ladi. Hamma xonalarimizni ko'rib turganingizdek razdelli, faqat hol orqali kiriladi. Uyimiz chiroyli qilib ta'mirlangan, devorlarimizga sifatli mo'yishli aboy va attachento ishlatilgan. Binoyimizga kirishimiz bilan chap tomonimizda bo'lsa oshxonamiz joylashgan. Mana shu oshxonamizning o'zida bemalol ovqat tayyorlab va oila davrasida televizor ko'rib, ovqatlanib o'tiradigan joy qilib qo'ysanglar bo'ladi. Bu yerda bo'lsa iliq polli regulyatorlarini ko'rishingiz mumkin. Uyimizning hamma xonalarida ko'zni charchatmaydigan yorqin ranglar ishlatilgan. Bu yerda bo'lsa общий sanujelimiz joylashgan. Aynan mana shu burchagimizda kir mashina uchun mo'ljallangan. Uyimizning pol qismiga chiroyli qilib laminat oshxona va sanujellarimizga bo'lsa kafel ishlatilgan. Binoyimizni isitish uchun iliq pol va sifatli radiatorlarni ham ko'rishingiz mumkin. Bu yerda родительская spalnyamiz joylashgan. Bu xonamizning oynasi orqa hovliga qaragan. Videomiz davomida sizlarga orqa hovlimizni ham ko'rsatib o'taman. Bu xonamizning o'zini alohida sanujeli bor. Uyimizda ko'rib turganingizdek yashash uchun tayyor holatda bitta oila maza qilib yashasa bo'ladi. Binoyimizga kirishimiz bilan to'g'rimizda bo'lsa детская spalnyamizda joylashgan. Bu xonamizning ham oynasi orqa hovliga qaragan. Bu xonamizni bo'lsa, o'zingizlarning xohishingizga qarab zal yoki yotoqxona qilib ham foydalansanglar bo'ladi. Aynan mana shu xonamiz orqali orqa hovliga chiqsa bo'ladi. Ataylab orqa hovli qilingan, havo aylanib turishi va xonalarga yorug'lik kirishi uchun qilingan. Bu yerda gaz turbasini ham ko'rishingiz mumkin. Bu joyimizni letniy kuxnya qilib ham bemalol foydalansanglar bo'ladi. Uyimizning yuragi bo'lgan kotelning sistemamiz bo'lsa, aynan mana shu joyda joylashgan, hamma оборудованiyamiz ishlatib tayyor qilib qo'yilgan. Hozir endi sizlar bilan birgalikda hovlimizga kirishimiz bilan o'ng tomondagi binoyimizni ham xonalarini ko'rib chiqamiz. Hovlimizga kirishimiz bilan o'ng tomondagi binoyimizda bitta yotoqxona, zal, koridor va общий sanujelimiz joylashgan. Binoyimizga kirishimiz bilan bu yerda koridor, hamma xonalarimiz bu binoyimizda ham razdelli ko'rib turganingizdek. Bu yerda bo'lsa katta zalni ko'rishingiz mumkin. Bu zalimizning oynalari ko'chaga qaragan. Devorlariga bo'lsa ko'rib turganingizdek attachento ishlatilgan. Oynalarimizning har birini tegiga ko'rib turganingizdek radiatorlar o'rnatilgan. Binoyimizga kirishimiz bilan chap tomonimizda bo'lsa, bu yerda общий sanujelimiz joylashgan. Bu binoyimiz o'zi ota-onalar uchun yoki yosh kelin-kuyovlar uchun mo'ljallangan. Bu yerda bo'lsa spalnyani ko'rishingiz mumkin. Bu xonamizning ham oynasi hovliga qaragan. Bu xonamizning ko'rishingiz mumkin. Bu xonamizning ham oynasi orqa hovliga qaragan. Binoyimizga kirishimiz bilan chap tomonimizda bo'lsa, bu yerda общий sanujelimiz joylashgan. Bu binoyimiz o'zi ota-onalar uchun yoki yosh kelin-kuyovlar uchun mo'ljallangan. Bu yerda bo'lsa spalnyani ko'rishingiz mumkin. Bu xonamizning ham oynasi hovliga qaragan.
Juda ham fazli xonadon. Hozir endi sizlar bilan birgalikda ko'chaga chiqib, mahallamizni ham ko'rib chiqamiz. Uyimizning tashqari tomoni ham xuddi kunduz kunidek yop-yorug' bo'lib turadi. Uyimizning tashqarisiga bemalol bitta mashina qo'ysanglar bo'ladi. Uyimizning tashqarisiga shunaqa chiroyli qilib zelenoy zona qilingan, archalar ekilgan. Mahallamizda bo'lsa juda ham fayzli va juda ham tinch mahalla. Atrofda maktab, bog'cha hamma sharoitlari bor, katta yo'lga va masjidga ham yaqin joyda joylashgan. Uyimizga qiziqadiganlar bo'lsa bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Telefon raqamlarini yozib qoldiramiz.